Viloyatimizda jami 714 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari fosh etildi. Bu haqda Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali matbuot xizmati xabar berdi. Batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filialining compliance nazorat tuzilmalari va tuman shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlashga qaratilgan tadbirlar davom ettirilmoqda. Qorako'l tumani tashabbus mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqaro xonadoni xatlovdan o'tkazilganda iste'molchi tijorat maqsadida novvoyxona tashkil qilib, yashirin tarmoq orqali ulanib olganligi aniqlandi. Holat bo'yicha 260 million 172 ming so'mlik zarar qayta hisob-kitob qilindi. Romitan tumanining G'azbiron mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro o'z xonadonida gaz hisoblash uskunasidan oldin yashirin yo'l bilan tabiiy gaz quvuriga ulanib 239 million 559 ming so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganligi aniqlandi. Buxoro shahar Jo'ybor mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqaro ham xuddi shunday qonunbuzarlik sodir etgani aniqlanib 161 million so'mlik dalolatnoma rasmiylashtirildi. Yana bir holat Shofirkon tumanining Jilvon mahallasida qayd etilib, fuqaro ta'minoti korxonasi bilan shartnoma tuzmasdan tarmoqqa o'zboshimchalik bilan ulanib olganligi aniqlandi va unga nisbatan 53 million so'mlik jarima belgilandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib, barcha hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi.